Yig'dirib daftar. Daftarni ko'chalar 100 Chunki hamma ko'chasi yig'dirib olib keladilar. Olib keladigan o'sha. To'liq yig'ilmaydi. To'g'ri gap. To'liq yig'ilmaydi. Misol o'limga pulmi? O'limmaymi? Mahallatda o'limga 500 ming. Har bitta xo'jalikka 500 ming yig'ilsa ham, tashkil berilgan, yig'ilmasa ham berilgan. Oshgan pul endi bo'lib turgan. Oshgan pullarga ishda olingan, boshqa qilgan, o'ta olingan, boshqa olingan mana shuni so'qlarga pul berganman shu narsada. Men uni mana mahallani puli. Xalq puli. Ismi qaysi hojiga bergansiz? Hamma hojiga bergan. Yaxshi. 1280 ming mahallani oshirib, qaysi hojiga? 2004-yil. Bu pul oshadi, mahalladan oshadi. Misol bizda o'limga yig'ilganda 100 ming ochish mumkin, bittasi 10 ming ochish mumkin. Anaqa to'planib-chi, bir pasda hozirchi bunaqa. Bolalar yoshlar to'g'riga yig'ish mashaqqat. Mahallaga nima olib bersa, yaxshi qancha onam tekshirib qo'ygan. Sen hozir keyingi masalani ko'rding. Bok yo'q. Keyingi masala ham oson masala ekan. Ajoyib. Bitta o'limlar mahallada o'lim bo'lganda qancha pul, necha pul yig'iladi? To'liq ham yig'iladi. Qancha? Men sen paytimda 4 ming beradi. Men oxirgi ajoyibki ashxonadagi xonasi beriladi? Yo'q. Berilmadi. Misol haqli yig'iladi. Misol 4 ming yig'iladi, 450 ming. Ashri yarmi. Yo'q. Misol mahallaga aytgan mo'yin 400 ming beriladi. Boshqaroq qo'yiladi. Yo'q, bunday yaxshi haqli bo'ladi. Masalasi hal qilish kerak. Hozirda yig'ilganimiz bor, odamlar haq qo'ydi. Fikrlashtirib, ichida qaysini qanaqa holatda bilib ko'taradi. Yerni kamsi chaqiramiz. Hamidjon, taklif bordi. Yo'lda yerga tushmaylarni tushirdim. Bittasi hamma o'sha telardi. Shuning uchun palonchi kelgan xotir kelganlar olgan esa biz bilmaydi kelib olgan. O'zimizdan kelmaysiz. Baribir sizlar o'ziga to'g'ri bergan deb chiqdi mana shu yerda. Chiqib. Oldinga bermagan vaqtimizda olib o'qidimi? Kimni yana bilmaydi. Zayxon qayerdan bilamiz? Hozir bu bizga shifokor kerak. Hozir mana nasıl bitta qiynalib turganlarda sekin ro'yxatni ayting. Biz ham mana aytib turgan. Siz shu uchun ro'yxatingizni tasdiqlatib oling. Buni men qaydan olaman? Buni shifokorga beradi. Shifokorga beradi. Ayollar daftarida 11 ta, bunda 49 ta. Endi bularni ichida o'tganimizda hammasi borda, endi bunga qaramiz. Men savol berdim kecha shu to'g'risida. Böyle bir zor dedim. Atı organda nima qilamiz dedim. Orayı bir o'tgan yil olganlar ham bor, nimalar ham bor. Shahardagi yaxshilar o'shanga olib ishlar tushamiz. Ham shu
15 ta odamni chaqirtirib 15 ta mahalliylar kengashdi. Bu kengashni o'zgartiramiz, vakillarni o'zgartirib olamiz hozir. Bu yaxshi bo'ldi, yangidan nima qo'yamizda? Yangi kengashga qo'yamiz. Chunki menga bitta gap so'z bo'lmasin, bitta ish bilan qo'yamiz. Hozir kengashni 15 tasi saylab olamiz, 15 odamni. Kerak bo'lsa, ertaga yig'ilishda vakillar sanab saylab mahalla nimasi. Kengash a'zolari 15 kishi. Ashla o'zlari kelishini saylayveradilar. Ashlarni yo o'qiyman, bularga to'g'ri kelsa, keyin olib beraman. Hozir ham o'qib o'rganish. Aka, bularni chiqarib olamiz, hali o'tganga olganlar. Buni bo'yicha o'qituvchilar qanday bir yetishadi, berganlardan. Musoxonov Yorqinoy. Musoxonov keldi. Endagi o'tgan yoshlarni ko'rasani ko'raman. Ikkinchisi Usmonov Boburning o'zini o'g'limga olmadim, to'g'risi. Hozir ham olmayman, kelib qo'ygan ro'yxatda. Bu bultur ro'yxatmi? Bultur ro'yxat. Saydamirxon. Kim Uzoqov Bahramjon. Madrahim Asadbek. Ajaqlarda kim xo'jaligini aytib berib Madrahim Asadbek Sirojning o'g'li, Nogino. Ashxobodda. O'no. Yo'qsagan. Mingdan Mohigul. Kim mana mingdan Mohigul? Mingdan Mohigul nima? Tak, nima bo'ldi? Zoraxonning qizi bor, turmushdan qaytgan. Sobirov Alimardon. Sherali Alisher, u ham Nogino. Nima? Rahmatulloh. Bizi mahallada o'ylaydi. Ustamim Zohid. Bu yerda nimani o'ylaydi? Ustam akam deyman, siz o'qib o'shagan menga o'tgan ekan. Uni ochmaymi? Biz ikkita guruh bor. Hokim o'rinbosariga ikkita guruh tashkil qilishimiz kerak. Yordam bergan. Bu kattalarga bo'ladi. 30 yoshdan katta asosga qilinadi. Yoshlarga yana holdan berishda bolamiz bor, u kelgan Bobur Mirzo. Unga yana yoshlarga tashkil qo'yishimiz kerak. Nimaga? Ashlar kelayotgan narsani tarqatishda mana hokim o'g'li tarqatib 2 milliard bilasizlar, 2 milliardni mahalla kesimida qilinadi. Kimga berishni qilamiz kerak. Ayollar Endi bu ham son beriladi Azamjon. Bergan turganimizda misolga sen o'g'lingga yozsak, o'zingga bitta raqam o'rtoshib to'plasan. Yardanchiga borib turib, o'g'illar o'rtasida bo'ladi. Kulishlik ham ya. O'g'illar o'rtasida bo'ladi. bo'ldi yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Masalada ta'minot Ele ana Mahmud So'xlagan Rahmatlinikini yig'ilganini bittasini ko'rdinglar mana. 900 ming pul bergan ekan, 928 ming chiqyapti mana. Nimani endi bu yerda bitta